O'zboshimchalik bilan egallab olgan yer maydonlarini qonuniylashtirish tartibini tushuntirishda davom etamiz. Ko'pchilikda shunday holat mavjud, ya'ni egalik huquqi asosida ularga 4 yoki 5 sotix yer maydoni ajratilgan, biroq hovlini kengaytirish evaziga ular zahvat yerini ham o'zlariga qo'shib olgan bo'ladi. Agarda sizda ham xuddi shu kabi holat mavjud bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring va videoga like bosing. Uni qonuniylashtirish tartibini tushuntirib beraman. Ushbu zahvat yerini ham qonunlashtirib olsangiz bo'ladi, faqat quyidagi shartlarga amal qilingan holatda. Zahvat yeringiz qonuniy yeringizga tutaq bo'lgan bo'lsa, hamda ushbu yerda nizo mavjud bo'lmasa va ushbu yeringizga bo'lgan soliq qarzoligi mavjud bo'lmaganda, hamda ushbu zahvat sifatida e'tirof etilgan yeringiz boshqa bir shaxslarga yoki yuridik shaxslarga ajratilmagan bo'lgan taqdirda, ushbu yerni ham 937-sonli qonunga asosan egalik huquqini olsa bo'ladi. Agarda ushbu qonunda nazarda tutilgan huquqlaringizdan o'z vaqtida foydalanmasangiz, ushbu yeringizga qurilgan imoratning buzilishiga va kelgusida ushbu mulkingizni merosxo'rlaringizga qoldirishdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bugun foydalanmagan imtiyozingiz kelgusida sizga katta muammo bo'lishi mumkin. Shu sababdan agarda sizda ham xuddi shu kabi zahvat yeringiz mavjud bo'lsa, shaxsiydan savollaringizni yo'llang va biz albatta sizga qonunlashtirishda amaliy yordam ko'rsatamiz. Shu kabi huquqiy ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik maqsadida Instagramdan Yurist Musay sahifasiga obuna bo'lishni va videoni yaqin do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.